Okela topinglar qanaqa mashinada o'tiribman, qaranglar ichini. Bu Voyah yangi chiqqan modeli Courage bo'ladi. Kim Voyah Free'dan zerikkan bo'lsa, juda ham zo'r model deb bilaman. Buni eng yoqqan narsalardan bittasi salonda полностью minimalizm ishlangan ko'rsanglar bo'ladi. Eng yoqqan fishkalardan bittasi ham displey ko'rasizlar. Такой yani Samsung'da deb bilasan, oldin mashqa chiqar displey такой qiyshaygan, округленный. Eng yoqqan narsalar bu yerda podсветка ham bor, ko'zni oritmaydi. Mana boshqa mashinaga o'xshamaydi. Yarki yani yo'lda xalaqit beradigan yoki ko'zni ortaveradigan podсветка emas, такой мягкий podсветка. Materialga keladigan bo'lsak, полностью alcantara, koja, bo'tda ham alcantara ishlatilgan. Juda ham приятный, ushlaganinglarda qo'lingizga yoqadigan materiallar ishlatilgan. Buyoqqa keladigan bo'lsak, juda ham katta ichi, chuqur ko'rsanglar bo'ladi. Bo'tda ham yumshoq materiallar ishlatilgan. Mersiga o'xshaydi mana ochilishlari, yopilishlari bu беспроводной zaryadka. Buni gapirmasa ham bo'ladi. 90% mashinalarda уже беспроводной zaryadka chiqyapti. Eng yoqqan narsalardan bittasi yana bunda Face ID bor. Buni anaqaga ulab qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizga faqat silib o'tirganingizda mashina yonishni boshlaydi, bo'lmasam yonmaydi. Boshqa odam, boshqa birov o'tirsa, jiyaninglar, o'g'linglar yoki ukanglar bo'lsa, olib chiqib ketadigan. Mana o'zingizning yuzingizga qilib qo'ysanglar, o'zingizlarning yuzingizga mashinani hech kim haydab keta olmaydi. Orqasiga o'tamiz, orqasini ham ko'rsataman. Orqasiga keladigan bo'lsak, orqasi ham juda ham keng ko'rsanglar bo'ladi. Joy ancha ko'p qilyapti. Mana bu meni bo'yimga to'g'rilangan, oldidagi meni bo'yim почти 1.90. Endi mana ko'rasizlar. Joy ancha katta. 3 ta odam bemalol sig'adi. 3 ta odam bemalol sig'adi. Bu yerda ham konditsioner bor. Zaryadkalarga shomor zaryadkani chiqib kelishini qaranglar. Buni 2 xil zaryadkasi bor. Orqada ham alcantara, koja ishlatilgan. Okela mashinani ko'rdinglar, juda ham chiroyli. Tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, dizayni juda ham chiroyli buni. Crossover bo'lganiga qaraganda, crossover emas, endi katta mashinada bu ham. Buni qo'ygan mashinaga qaraganda такой sportniy qilib ishlangan. Mana ko'rasizlarmi? Bu falshivka emas. Mana yerdan havo kiradi, botdan chiqadi. Aerodinamikasi juda ham kuchli. Buni hisobiga mashina yerga oldi cho'kishni boshlaydi, yo'lni juda ham zo'r ushlashni boshlaydi. Bundan tashqari aerodinamika botda, balonning o'zida aerodinamikasi bor. Aerodinamikasi kuchli mashina buni. Mana buni hisobiga oldi cho'kishni boshlaydi, yo'lni juda ham zo'r ushlaydi. Qancha tez yursanglar, shuncha yerga yopishib oladi bu mashina. Eng yoqqan fishkalardan bittasi mana shu bo'ladi. O'zgacha dizayn bu ham, oldini ko'rasizlar. Mana juda ham boshqacha. Mashinaning kuchiga keladigan bo'lsa 435 ta ot kuchi, zapas xodiga keladigan bo'lsa 570 ta. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsalar, juda ham zo'r narxlarda qilib beramiz.